Assalamu alaikum qimmatli ko'ruvchilar. Hammalar mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Men Adiljon Ar-Uyg'ur. Hozir men Uyg'ur tadqiqot instituti o'rganishtirishidagi Yevropa Xitoy munosabatlaridagi o'zgarishlar va Sharq Turkiston temiliq to'r muhokama yig'iniga riyosatchilik qilaman. Dunyo bo'yicha iqtisodiy, siyosiy, savdo va texnologiya jihatlarda cho'ng kuchlardan bo'lgan Yevropa va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning taraqqiyotni oydinlashtirilish Sharq Turkiston masalasining xalqaradagi o'rnini bilish nuqtasidan muhim ahamiyatga ega. Bugungi to'r muhokama yig'inimizda Yevropa Ittifoqi bilan Xitoy munosabatlarining o'tmishi, hozirgi ahvoli va kelgusi, shundaqla bu ikki kuch o'rtasidagi munosabat nuqtasidan Sharq Turkistondagi o'rni zodi qandoq degan tema haqida qisqacha to'xtalamiz. Masalan, Xitoy Yevropa Ittifoqining o'tmishdagi munosabati zodi qandoq edi? Hozir qandoq bo'lyapti? Kelgusida qandoq bo'lishi mumkin? Xitoy Yevropa Ittifoqiga qanday siyosatdan yo'l qo'yyapti? Yevropa Ittifoqiga ikki o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishiga qaysi omillar ta'sir ko'rsatyapti? Masalan, Wuhan'da paydo bo'lgan Xitoy virusining butun dunyoni qoplab ketgan kunimizda Yevropa xalqining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi qayerdan qayergacha salbiy tarafga qarab eg'ishining sabablari zodi qaysilar? Dunyo kuch bo'lgan Amerikaning Xitoy Yevropa munosabatlariga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Qimmatli ko'ruvchilar, yuqoridagi savollarni oydinlashtirish uchun Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Fakültesi Doçent Doktor Erkin Akademi ve şundaqla tədqiqatçı Nicat Turg'un qatorliq muhtaram mutaxassislerimizin qimmatli analiziga murojaat qilamiz. Hoş geldinglar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Rahmet. Doktor Erkin Ekrem Efendi yuqori tilga o'tgan savollarni yaxshi tushunish uchun siz Yevropa Ittifoqi va Xitoy munosabatining o'tmishiga bir qisqa so'zlab bersangiz. Aslında bu Avrupa Birliği kurulgandan keyinla Xitoy Avrupa Birliği bilan munosabatni yaqin qurishga tirishgan. Çünkü Avrupa Birliği cho'ng bir bazadır. O cho'ng baza hamda Xitoyning malini setish va Xitoyma bu cho'ng bazadan mal ilish va bu bazadan texnologiya ilish degandek bir manfaatlar bor. Bugün bizning ko'rayotgan misolga Xitoyninki bu sun'iy amro bilan harakat qiladigan nima Beidou deydigan bir tuzum bor. Amerikaning nima sistem bor. Amerikaninki GPS sistemiga o'xshash. Misolga shuni Yevropadan topgan. Bununki misalga o tiz süratli poyuzdaki o tekniklerini yani Avrupa'dan ağan. Ağan vaxtıda xil bir üsluplarla ağan. Misalga Germaniya bilan Fransiya'nın arasındaki cidalni sep qo'yib turib, onunki o arasındaki paydını ilish. Yani üslupları şu konu Xitoyning ishitib kelgan üslupları. Ondan başka Avrupa nima Xitoyni cho'ng bozorda ko'rdi. Bugün yani şu ikki taraf bir-birisininki ikkinchi cho'nglikdagi tijoriy sheriklar. Ve Avrupa o'zininki şu sanayi mahsulotlarini, misalga şu uşaq malzemeden şu cho'nggacha, mashingacha, aeroplangacha Xitoyga setishga tirishdi. Bu sebepten tüpeyli Avrupa bu Amerika bilan bo'lgan bu xil munosabatlar Xitoy uchun bir foydali bo'ldi. Fakat Avrupa ne yani G'arbninki markazi deyli bu G'arbni Avrupa qilayotgan aslında bularninki qimmat qarashlari. Hem siyasi hem ijtimoiy qimmat qarashlaridir. Shuningga Xitoy bilan ilib bo'lgan bu yaqin munosabatlar birlikda bununki şu qimmat qarashlari bilan Xitoy bilan muzokara qilaylikda shu 90'lı yılınki ahiridan itibaren ikki devlet tarafdan misalga inson haqlari dialog yig'ini degandek ashunda yig'inlarni ilib keldi. Çünkü G'arbliklar o'zininki bu qimmat qarashlarini Xitoy qabul qilgan taqdirda ikki tarafning tijoratlari yaxshi bo'ldi. Ammo Xitoy shunday qaramdi meselesi bor. Shuningga hozirgacha mana 20 necha yil o'tib ketdi. Hozirgacha bu inson haqlari jihatda texi bularninki bir taraqqiy qilib bir yüksek bir yerga kelgani yo'q. Hamda bunda yig'inlar yipiqlik bo'lg'achqa jiq odamni bilmayapti. Yani yig'ib kelgan chaqda
iqtisodiy, tijorat, texnologiya va shundaqli qolgan misolga do'rgachilikdan shunda bunda bu munosabatlar bormi? Xo'sh. Doktor Erkin Akar'dan size çok rahmet. Nicat Turgun efendim, sizin bir soru sorsam, bu Avrupa İttifakı Xitay'ın hazır kandak bulatıdı. Mesela yani Avrupa İttifakı Xitay'a kandak buluşyatı tututudu, Xitay üçün. Eğer bu iki güç oturuşu münasebetlerine qaysi amillar ta'sir ko'rsatadi? Avrupa tarafındaki münasebet pozisyonda şu 6. ayda tarafındaki yukarıda vekillere görüştü bununda. Bununda çıkandaki Avrupa İttifakı'nınki nemisi konsolosluğundaki prezidenti Michel'ninki degan bir gap var. Yani iki taraf özara iqtisadi ve teknologiya nurg'un masalalarda özara ittifaqdoshlik ve hamkorlik ilib boralaydi. Ama bizniki diqqat qilgan bir necha nuqtamiz var. Birinchisi bizniki sistema jihatdan bizning o'xshamasligimiz bor, qimmat qarash jihatdan o'xshamasligimiz bor va o'xshamagan ko'p taraflamlik dunyo tizimi, ya'ni ko'p kuchlarniki boshqaruvchi dunyo tizimi hosil qilishdimi bizniki o'xshamasligimiz bor. Bu sababdan Yevropa İttifaqı'nınki qimmat qarashlari va oliy manfaatini chiqish qilgan asosda biz buningki Xitoy bilan bo'lganimizni davomlashtiramiz deb hem hamkorlikniki hem buningki munosabatlarda o'zininki haqqini qo'g'daydiganligini degan deyilgan ekan. Balki Ursula Yevropa Komissiyoniki prezidenti u raislikka saylangan chog'dami uningmi degan bir nima bo'lmasin. Buningki Yevropa Ittifoqi geopolitik jihatdan aktiv rol o'ynaydigan nima bo'ldi deb bu yerda nimaning berganki Ursula xonimmi yig'indan keyin chiqib Avrupa İttifaqı dünyada nurg'un masalalarni qilishda Xitoy bilan hamkorlik ilib berishga ehtiyojli. Ama shunga bilan birlikda Avrupa İttifaqı o'zininki oldingi ko'z qarashlarini va qimmat qarashlarini va siyosiy huquqini nimasini qo'g'dashga majbur deb bu ishlarniki nimasini yig'ib ketgan chog'da Avrupa İttifaqı Xitoy bilan bir tarafdan hamkorlashish va birlikda ish ilib berishni cevap bilan yeni bir tarafdan o'zininki manfaatini chiqarish va qo'g'dash bo'lib asos qilib bir signal beryotidi. Bo'libmi shu yaqinqi mezgillar ichida bir necha ishlar sababidan bularning munosabatida biroz qattiqroq pozitsiya tutishga boshladi emasdan. Masalan, Hong Kongdagi Xitoyniki xavfsizlik qonunini e'lon qilishni va uni ijro qilishni boshlagandan keyin bu yerda Avrupa İttifaqı Xitoyga qarata bir jazo yurgizish nimasida harakatda bo'layotmoqda. Ammo bunun qarata davlatlarniki Yevropadagi har qaysi davlatlar bunga Avrupa İttifaqıga qaraganda biroz farqli holatda harakat qilyotidi. Sizga Nicat Turg'undan mishada bir savol so'rsam. Bu Avrupa İttifaqı Xitoy o'rtasida izchil har yili oliy boshliqlar yig'ini o'tkazib kelyotdi. Masalan, 6-oy bir yig'in o'tkazildi. Bu yig'in amaliyati va virus sababidan yepi qoldi o'tkazildi. Ama ikki davlat rahbarlari yuqori seviyada qatnashdi bu yig'inga. To'g'ri. Bu yerdan da ikki davlat o'rtasidagi munosabatni kuchaytirish ta'kidlandi. Bular iqtisodiy munosabatlarni. Chunki ikkala taraf iqtisodiy jihatdan dunyodagi eng chong kuchlarning ikkisi. Yana dediki Yevropa İttifaqı mas'ullari biz bir hozircha ikki davlat o'rtasida bir bevosita mablag' silish kelishimini tuzsak bo'lamdi degan ustida bir munozara elib berilibdi. Oşlaq bir eliqi divas mablag' selishninki selish munosabatli bir kelishim tuzish ehtimoli bormi ikki kuch o'rtasida? Menimcha bu ehtimollar unda hozircha shakllanish ehtimolligini tuvan deb qarayman. Chunki Xitoyniki silayotgan Yevropa İttifaqıning taraqqiyotiga nurg'un shirkatga silayotgan bilan nurg'un sensitiv deymiz, davlatninki muhim sanoat nimalariga mablag' silayotgan narsa bor. Bu ko'p bir necha davlatning nimasida alayda tədbir və siyasət tədbir qo'llanishga majbur bo'ldi. Masalan, Shvetsiya misolga olsak, Yevropa mushu mezgilda, korona mezgilida Xitoyniki ko'plagan Shvetsiyaniki nurg'un shirkatlarniki pay cheklarini sotish orqali o'tkazib olgan tadrijiy oshqonligi sababidan alayda qonun chiqarib, masalan, bu mezgilda davlatniki alayda muhim sanoat nimalarini satmaslik to'g'risida tadbir oldi. Bunun o'xshash Yevropa İttifaqı bundan burunqi masalalarda Xitoyniki bu
Avrupa devletlerininki muhim bo'lgan sanoat nimalarga Xitoyning mablag' silib, bu orqali Avropaniki iqtisodiy egalik huquqini ojizlashtirishga urinayotganligining oldini olish degan manda bir andishim bor bularning munosabati. Onun bilan parallel holatda Xitoyninki umumyüzlik dünya sot teşkilatının nimisinden faydalanıp çetel şirketlerge to'liq içilmaqlıq bir nərsimiz mövcud. Onun nimisi asası gayet qılmaqlıq məsələlər var. Bu iki noktalardan çıkışılan asasda bularning damallıqı bir nemigi kilişi biraz reallıqdan jiroq bo'lishi mumkin deb qarayman. Doktor Erkin Efendi, şimdi hazır bu iki çoğun güç o'rtasidagi munosabatning o'zgarishiga dunyoviy kuch bo'lgan Amerika qanday ta'sir ko'rsatadi? Bunda Xitoy bu Yevropa Birligi bilan bo'lgan munosabatda yolg'izla tijorat va iqtisod emas, ya'ni texnologiya emas. Shundaqla geopolitik manfaati bor. Geopolitik manfaatda hamda birinchisi bo'lib şu Yevropa Birligi'ne Amerika'nınki yeniden tatip çıkırış. O vaxtda Amerika aciz kalıdı. O vaxtda Amerika'ya takabül turalaydıgan bir vaziyet yaratıldı. Bununki ihtimali var mı? Görünüyordu. Çünkü Amerika ve Avrupa'nın arasındaki münasebetler jirikleşiyordu. Amerika mı Avrupa'ya karta hem iqtisod jihatdan, tijorat jihatdan, texnologiya jihatdan, harbiy jihatdan, mutabiya jihatdan bisimlarni ishlatyapti. Bularninki arasındaki bu jiriklik munosabati Xitoy uchun bir foydali vaziyat yaratgan bo'ladi. Xitoy shundan foydalanib ham o'zining bozorining bir jalb qiluvchi bir vosita qilib ishlatyapti. Hem de Avrupa o'zininki bir xil mustaqil hareket qilishning yo'lini izlayotgandan keyin bu Xitoy uchun bir foydali bir ahvol paydo bo'lyapti. Gerçi yaqinqi zamonda Pompeo'ninki Amerika'nın tashqi ishlar ministri Pompeo'ninki shu yildan beri Yevropaga bir qancha qitim ziyoratga bordi. Bu ziyoratda şu Avrupa bazı devletlerini o'ziga tortish va Xitoydan jiroq tutish uchun tirishayotdi. O netice qanday bo'ladi? Çünkü Avrupa'nınki Fransa, Germaniya degandek devletler karar vermeyince qolgan devletler hem de u yerda bisim ostida qoladi. Agar de o Orta ve Sharqiy Avrupa devletler Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yana davom qilgan bo'lsa, u vaqtida Avrupa bo'linadi. Bu Xitoyninki Avrupa Birligiga qarshi ilib berayotgan bölüp boshqur degan taktikga mos keladi. O Amerika meselesinden kim bu nima mesele mi var? Hazır Xitoy yeni İpek yolu stratejisini o'ttirib qo'ydi. Xitoyninki maqsadi şu Avrupa bozori bilan Xitoy bozorini bog'lamoqchi. Agar de bu integratsiya qo'llangan taqdirda Xitoy şu dünya iqtisodiy kuchining %40'ını ve ticari kuchininki %60'ını qo'lga oladi. Qo'lga olgan Xitoy bu kuchga ega bo'lib, dunyoning tijorat va iqtisod qoidalarini Xitoy o'zi belgilaydigan bo'lib qoladi. Bu vaqtda dunyoning iqtisodiy tijorat faoliyatlari Xitoyning sizgan yo'li bilan Xitoyning belgilab bergan shunday qoidalarga qarab harakat qilgan. Ondaqda Xitoyning kelgusida jahongir davlat bo'lishining asosini qurib chiqqan bo'ladi. Bu sebepten tüpeyli Xitoyninki İpek yolu stratejiyaning ikki qanoti hammasi Avropaga tutuşudu. Quruqliqda ve dengizde bo'lsin, hammasi Avropaga bog'lanadi. Bu jihatda degan chog'da Avropa bozori ve Avropa Birligininki Amerika ve Xitoyning arasındaki bu siyosiy tanlashi Xitoyninki kelgusida qudratli davlat yoki jahongir davlat bo'lamamdu degan mesele bilan alakası var. Yani jığıp kelgan chog'da Xi Jinping'nin 2017'de 10. ayda o'ttirib qo'ygan qudratli davlat qurishninki ya da Xitoy tushining aminlashish va aminlashmasligi bilan munosabatlik bo'lg'achqa Yevropa Birligi o sebepten kuchli, ama bu sebepten manfaatchatdan nihoyat ahamiyatli. Fakat Xitoy bilan Yevropaning arasında nurg'un meseleler var.
xuddi deb o'tgandek inson haqlari bilan birlikda ba'zi rayon xarakterlik meseleler var. Misalga Afrika'da bo'lsin ya da Şimali Kutup'ta bo'lsin, O'rta Asiyada bo'lsin, bundaq yerda Avrupa Birliği bilan Xitoy arasında menfaat to'qnashuvlar var. Ondan keyin O'rta Sharqdagi bundaq yerlarda, Balkan degan yerlarda yana shunday chiqishmasliklar var. Bularni hamda hal qilish uchun Xitoy o'zining iqtisodiy ko'zlarini ishlatib meselelerini hal qilishga tirishayotdi. Avrupa Birliği bununla karşı nim kılamaymadı. Yani biz çare tapamaymadı. Misalga iqtisod ticaret yaxshi bo'lgan bile bu yerda bazı meseleler var. Misalga Xitoy Avrupaga mablag' silish jarayonida bu Avrupa Birliği'ninki qonun tuzumlar hammasi yeriga o'tag'ashga hal qilgan chog'da nihoyat rahat bo'ladi. Fakat Avrupa Birliği'ninki mayli qaysi devletning adam bo'lsin, Xitoyga berib mablag' solgan chog'da Xitoyninki nurg'un to'saqliqlarga uchraydigan gap. Chunki Xitoyninki qoidalari, qonunlari bu nima Avrupa Birliği'ga o'xshamaydi. Birisi demokratik bir devlet, birisi diktatörlük bir devlet. Diktatörlük devlet devletni kim boshqurgan bo'lsa, ashning gibi o'tadi. Ashu gap qonun hamdi. Şununla Avrupa Birliği'ninki devletlerde ticaret kılgan, iqtisadi işlerini kılganlar şunu talep kılıvadı. Xitoy şu iqtisadi ticaret rekabette bir adillik bolsun deydi. Bir uçuqluq bolsun deydi. Yalğızla sen bizge asan kelip biz sana asan baramaydigan işler bolmusun. Yani birisi bu nimada bolup mu mavu Fransa, İngiliz ve Germaniyanın ki şu iqtisadi teşebbüsçülerge bazı talepleri var. Sizler bizden ki miyada Xitoyda şu faaliyetini ilip bağlan vaqtida çoxum sizlerden ki şirketinin ki ve fabrikalarının ki mahbiyetini bizge birse bulup mu teknoloji bilen münasır. Bundan başka bir yerde işleydiğin şahsiyetlerinin ki kimliğini, misalga çetelliklerine bir işleydi o fabrika zavodda, onların kimliğini, onlar kim boğanlığını onuma birisi edeydi. Muşunda bir iktisat çettime bir meseleler yaratılıyordu da bu ne diye halkını yok. Ondan ki ne beymi de öttük bu kıymet karaşları bile bu medeniyet cettime, kültür cettime onların ki çıkışmazlıkları. Bu nima boludu degan vaqtida Amerika bilan Yevropaning munosabatini yaqinlashtiradigan narsa. Men degan Xitoy bilan bo'lgan o ziddiyatlik aslında Yevropa Amerika arasındaki bir paydalık tarafı. Yani hamkorlik qila oladigan omilleri. İdeya o'xshashliqi. Ha. Shuningga bu kelgusida Yevropa hamda Yevropaning taraqqiyoti hamda 3 xil bir yo'lda menish mumkin deyman. Birisi öz aldığı müstakil bir yolda meniş. Hem de bunu meniş için siyasi, iktisadi, harbi, nurgun cidden güçlü buluş lazım. Ama Avrupa Birliği hazırlıca bunu bu birlikne toluklayamadı. İktisat, ticaret, pul muamelesi de boğan bile her devlet özününki taşkı siyasetine ilip bir vadıdı. Okşaş bir taşkı siyaset pek aciz bir yerde. İkincisi hem de şu Xitoy bilan hamkorlik qilgan taqdirda Xitoy Avrupa bir birlik bo'lib, bundan keyin Amerikani ajizlashtirish. Üçüncü bir yol olsa, yani burunqidek bu ittifoqni qurib, G'arblar Avrupa Amerika bir ittifoqni qurib, yine G'arbliklarninki kuchini dunyoda tiklash. Hamda Avrupa hozirgacha bu 3 yo'lning qaysini tanlaydigani haqida talash tartish bo'lg'achqa bu talaş tartış vaziyeti Xitoyning Avrupa'da oyun oynashga sebep oluyordu. Misalga Avrupa'nı bölüp kılıvadı. Orta ve Şark Avrupa 17 devlet bular bilan birlikte Xitoy bir platformu kurup bular bilan hamkorlik qildi. Germaniya, Fransiya bilan yana ayrı bir muamele kılıvadı. İngiliz bilan farklı muamele kılıvadı. Şununla bu Avrupa Birliği'ninki emeldarlar deydi. Biz bir Xitoy siyasetine ilip bağlanırken, sizler bir Avrupa
degan siyosatni ilib beringlar deb qaqshayotirdi. Yana yig'ib kelgan chog'da hamda Xitoy Yevropaninki bu munosabati mayli qanday bo'lsin, dunyoninki shu geopolitik siyosiy jihatdan, iqtisod, tijorat, texnologiya nurg'un jihatdan ta'sir yetkazadigan bir munosabat deb o'ylayman. Siz ko'p rahmat. Doktor Erkin Akram hozir etrafli so'zlab berdi. Nijat Turg'un efendim, sizning qarashinizcha Yevropa İttifaqının Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi bundan keyin nacharlashamdi yoki yaxshilanamdi? Ama Doktor Erkin Akram efendim so'zlagandek nurg'un taraflarning omillarni o'z ichiga olganligini dedi. Bu yerda siyosat, iqtisodiy, tijorat, texnologiya, geopolitik nuqtadagi omillar bu ikisining munosabatlarga uning ta'sir qildi. Buning sir Amerikaninkimi Yevropaga tutgan pozitsiyasi qaysi xil shaklda bo'ldi? Buni bir ta'sir qilgan omillarning birisi. Anadaki Xitoyning tutgan pozitsiyasi Yevropani bigaram bir tarafdan fursatlik nimani ko'rsatish bilan birga yani issiq mablag' qilayotgan. Bundan birlikda yana parchalash o'yini deymiz. Anadaki texnologiya sohasida tahdidi, anadaki iqtisodiy mablag' sog'andan keyingi muhim bo'lgan sanoatchilik bu hammasi Yevropa Ittifoqining Xitoyninki munosabatini manfiy ta'sir ko'rsatgan omillarni ko'rsatdi. Bunun sırf bu qiymat qarash masalalarida bu Xitoy bilan ikkisiniki o'xshamonlik sababidan buningdanmi bir tepishlar kelib chiqishi mumkin deb qaraymiz. Masalan, yaqinqi necha oy ichida tekshirish olib borgan chog'da Yevropa Ittifoqidagi fuqarolarninki Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi ko'plagan davlatlarda asosan nacharlangan. Shu 5-6 oy ichida. Chunki buning sababi Xitoy shu korona mezgildagi fursatni foydalanib maske diplomasiyasi degan qo'llanishlar qilib bu korona nimasidan zarba uchirgan Yevropa Ittifoqidagi davlatlarga nurg'un narsani iona qildi endi. Ammo iona qilib hatto ba'zilarga azon sotqanmi bo'ldi. Ammo buning ko'pinchisi mahsulotlari nachar sifatli mahsulotlar chiqdi. Bir necha davlatlar buni qaytarib berdi. Andan keyin ishlatgan asboblari sifatli va to'g'ri nimalarni ko'rsatmagandan keyin xalqlarda bo'lsin bir Xitoy bo'lgan texnik ishlanmaslik, o'chmanlik, mashina bir vaqtda Xitoy yolg'onchilik qilamdi deydigan mana bir manfiy, salbiy qarashlar kuchayib qoldi. Bu zaten burundan Xitoyga Yevropa xalqi o'ziniki qimmat qarash sababidan nima deydi, toz ishinib ketmaydi. Bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatga ta'sir etdi. Shunga bilan birga xalqning Xitoyga bo'lgan qarashida bu yerda nacharlash bo'ldi. Endi bu hammasini yig'ib kelgan chog'da yiqilishish nimasida undajaq nimalar bo'lmasligi mumkin. Ammo Amerikaninki bu yerda Yevropaga bo'lgan tutgan pozitsiyasi bir hal qilg'uch rol o'ynaydi deb qaraymiz. Amerikaninki Yevropa Ittifoqining qanday pozitsiya tutishi, bundan keyin Yevropa Ittifoqininki Xitoy qanday pozitsiya tutishiga bir muhim ta'sir ko'rsatgich omil bo'lib qolishi mumkin. Erkin Akram efendi, bu Xitoy eurosi nuqul dünya miqyosida sayya kirishni keltirib chiqarmadi. Hatto aylar burunqi, yillar burunqi bu har qaysi davlat o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, geopolitik krizlarni ulg'aytyapti hamda. Mush nuqtani aytgan vaqtida mush Xitoy eurosi mush Yevropa Ittifoqi Xitoy o'rtasidagi munosabatda bir bo'lish nuqtasi bo'ladimi sizcha? Yangi bir devrinin sahipsi içiliş için bir sebep olmalı. Hem de bu bence bu xil ahvallar vaqtincha ve kısa vaqtning içinde bir özgürlük buludu. Uzun müddet qaraydigan bolsak, jiq özgürlükler bo'lmaydi deb o'ylayman. Çünkü bu kasallik vaqtincha bir ahval. Çünkü ertugün bunun doğrusu tepilganda davolashlar başlagan vaqtida bu ahvallar asta unutuludu. Ama Avrupa, Amerika'nın arasında misalga bu ticaret ve iktisadi münasebetler yine burunqidek devam kılıdı deb o'ylayman. Xitoydagi bir çoğ pazarni Avrupa'nınki çoğ devletleri İngilizce işçiga algan taqdirda qutlamaydi hamda. Misalga Germaniyani asas algan chaqda Germaniyada bu Xitoyga jiq mashin sotadi. Germaniyanın sanayininki ig'ir tarafimi shu mashin ishlab chiqadi. Şununla Xitoyga mashin sotilgandan to'payli nayta xo'shal bu Germaniya tarafı. Hem de bu mashin sanayisinde
neçe milyon nimeler kırmanlar işleydi. Neçe milyon insanın ki tamak pulu diyen gibi ya da işleyen gibi. Tirikçilik öyle. Ha. Şununla bu Germaniya hemen bu nime Xitayını taşlap koymaydı dep oylayman. Hem de yakın zamanda Avrupa'da Xitayga bo'lgan manfiy ko'z qarashlar paydo bo'lgandek Amerikaga bo'lgan manfiy ko'z qarashlar edi. Misal Germaniyada uyushtirin anti-Amerika ko'z qarashlarni kuchlanadi. Bunda bir paytda hamda bu Avrupa Birliği ve bununki devletleri Amerika Xitayning arasında hem de qandaq siyasi oyun oynash bularninki hem de kabiliyetiga bağlangan mesele. İngiliz misalga, İngiliz Avrupa Birliği'den çıkıp ketdim deb turvadı. Ama İngiliz Xitayninki yükselgen Xitayninki muşu pul muamelesini, dünyadaki pul muamele işinin işlemlerini men üzem kılay deb üstüge algan gibi. Şunuga bu Xitaydan ayrılışınınki ihtimalı pek töven buludu. Fransa ile Xitayning arasında nurgun ticaret ve iktisat münasebetleri var, sanayi münasebetleri var. Bundan keyin qolgan bu nima beşeri ilimler tarafdan shu ijtimoiy fanlar ilmi tarafdan makalabıcı Allah bilir var. Misalga bu Fransiya mı ayrılamaydı? O O'rta ve Şark Avrupaları elbette degan 17 devletler bular aşı Xitayninki mablag'larga muhtaç. Hem pul mablag' hem teknoloji mablag'ga muhtaç. Bunda bo'lgan vaqtida hazır virüs bo'lsin yoki boshqa bir xil Amerikaning bisimi bo'lsin, qisqa zamonning ichida bu Xitoy bilan Yevropaning arasındaki bu xil munosabatlarni yo'qotishmi biroz qiyin yani. Ama bu Avrupa Birliği Amerikadan yiroqlashamaydi deb o'ylayman. Çünkü abay deyishganda bularninki uzun yillik hamkorlik qilgan tecrübesi var. Ularninki qimmat qarashlarininki o'xshashlik tarafi bor. Hammasini yig'ib kelgan chog'da bular hammasi g'arb. Shuningga bu Amerikaninki hozirgi hokimiyat o'zgargan taqdirda yoki bir hokimiyat beshidagi Yevropa qaratilgan siyoset o'zgargan taqdirda yana munosabatlar tuzildi. Yani yig'ib kelgan chog'da burunqiga yana biroz o'xshaydigan bir munosabatlar davom qiladi deb o'ylayman.